17 ming dollardan har bir sotig'i uchun so'ralyapti. Shu joyimizni mebel sex qilib ishlatayotgan ekan. Sotig'ini 17 ming dollardan sotuvga chiqaryapmiz. Nazarbek, Nayman mahallabodda Pushkindan shunda chapga. Okalar, yaxshi joyimizni chiqyapti. Qaranglar, mebel sex qilib ishlatayotgan ekan o'zi. Kerak bo'lsa оборудованияsi bilan sotaman deyaptilar, lekin qaranglar mana hamma shart-sharoiti bor, 10 sotuvli joyimiz. Nazarbek, Nayman mahallada bo'lyapti. Yangi harakatdagi most, tunnelli mostdan taxminan 1,5 kilometr ichkariga 300 metr masofa bo'lgan joyda 10 sotuv yaxlit bo'lgan joy. Xohlasanglar оборудованиялар bilan gaplashib, yana shu sexni, mebel sexni yurg'izib ketsanglar bo'ladi. Hop, bu yoqda mana shunaqa оборудованиялар qo'yib qo'yilgan. Xullas, hamma shart-sharoitni qilib qo'yilgan, gaz, suv, svet, bunaqalardan muammo yo'q. Tepa ham qo'yib qo'yilgan, alohida o'zligi uchun qilib qo'yishgan ekan. Endi mahalla ham foydalanib turar ekan. 380 bemalol VIP ekan bu yerda. Hop, ko'rasizlar, оборудованияларni alohida gaplashurasizlar o'zlari bilan. Bu yerda yurg'izib turishgan ekan. Ayrim bir sabablarga ko'ra sotuvga chiqarilyapti. Hop, oshxonasi bor, sanuzullari bor, qorovulxona bor. Bu yoqda bitta yotoqxona qilib qo'yilgan ekan, ofisxona qilib qo'yilgan ekan. Xullas, xonalar hamma narsa tayyor, shart-sharoitda qilib qo'yilgan. Endi hozir bitta ko'chalarni ko'rsatamiz. Ko'chalari ham normalniy, endi jar furi kirmasa ham Gazella yoki Isuzu'lar bemalol kirib chiqarar ekan. Qaranglar, mana fasad 40-50 bo'lyapti. Mana ko'chalarni ham ko'ryapsizlar, unaqa tor emas, bemalol kirib chiqaveradi katta mashinalar. Bu yog'i shundoq suv bo'lyapti, mana archani bu yog'i suv bo'lyapti. Yana ish paytida charchoq bostiga balo tutib bir nimalar qilib o'tirsanglar ham bo'ladigan shart-sharoitlari bor ekan. Narxi 169 900 dollar bo'ldi. Kimgadir